Xitoylar yana bir qadam oldindi. Kelinglar, nima deyotganimni tushuntiraman. Bundan bir haftacha avval Xitoy DeepSeek kompaniyasi o'zining R1 modelini chiqardi. Mana shu R1. Bu ChatGPT normalniy konkurent bo'la oldi. Bu sun'iy intellekt chiqishining orqasidan Nvidia 18% aksiyalarini yo'qotdi. Meta 4%, Microsoft 2,5% aksiyalarini yo'qotdi. Tasavvurlayapsizlarmi, bitta kompaniya, Xitoy kompaniyasi chiqishida. Endi bu yoqda nimaga bunaqa bo'lyapti degan bo'lsa, birinchidan unda tekinligi, ya'ni kerakli foydalanuvchi tekin. O'zini ba'zi token narsalar bor. Buni dasturchilar yaxshi tushunadi. 93% arzon, 93-97% atrofida. Misol uchun ChatGPT'da mana shu tokenlarni $5 dan oladigan bo'lsangiz, bunda $0.9 shunaqa atrofi deydi. Buni boshqa taraflari, ya'ni ChatGPTdan kuchliroq tarafi bu xatolarni analiz qilish orqali rivojlanadi. ChatGPT doimiy ma'lumot berishingiz kerak bo'lsa, yo'q, unga unaqa emas. Unga o'zining xatosini o'zi analiz qiladi. Ochiq resursligining evaziga ko'p odamlar undan foydalanadi, ma'lumot doimiy update bo'lib turadi. Lekin bu sun'iy intellektda ba'zi muammo bo'lyapti. Bu nima degan bo'lsanglar, bu juda ham ko'p odam kelayotganining evaziga qiynalyapti server. Endi bilamiz, endi bu Xitoylik iloji bor tezroq olib chiqib oladigan bozoriga. Bo'ldi, shundan keyin hozir serverlar ozgina qiynalib qoldi, odamlar ko'p kirganining evaziga. Lekin bitta narsaga e'tibor bo'lishimiz kerak. Bu sun'iy intellekt tekin, yaxshi zo'r ishlayotgan evaziga ko'pchilik hype bo'lyapti. Lekin bitta narsani bilib olinglar. Tekin narsada